Marg'ilon shahridan keldim. Muqaddas Medservis klinikasiga farzandsizlik sababidan mana shu yerga davolanish maqsadida kelganman. Birinchi marta o'sha undan oldin ham o'zida ko'ruvlariga tushib turardim. Keldik, shu yerda Bahrom aka, Muqaddas opa, doktorlar davolashdi, lecheniyalar oldik. Keyin Xudoga shukr, mana birinchi farzandimiz 4 yosh. Bu orada yana oradan 3 yil o'tdi. Yana davolandik, lecheniyalar oldik. Hozir qo'limda qiz farzandim, 5 oylik farzandim bilan yana keldim. Bu safar boshqa masala bilan, shu yuraklarimda og'riq bo'lib, tug'ruqdan keyin shu quvvatsizlanib, kesir kesish orqali tug'ruq amalga oshgani sababli bir o'sha qon yo'qotib, lecheniyalar olib, mana hozirgi kunda o'sha sog'lig'imni tiklab, bir haftadan beri shu yerda davolanyapman. Vrachlari juda ham yaxshi, tajribali. Klinikada hamma sharoitlar bor. Kelinglar, kimda qanaqa bizga o'xshash muammolar bo'lsa, tavsiya qilamiz kelishlaringni.